Tish og'rig'idan bir kechada qutulishni xohlaysizmi? Xo'p deng, baraka topinglar. Shunday aytib o'tib ketaman. Bepul tekin maslahat. Ayniqsa og'izlarga yara chiqadi-ku, oq yarachalar. Guruchni maydalab seping desam, sepib ham yalchitdingiz. Sepmadingiz. Gurucham suvini shimib oladi, 2-3 kunda davolaydi. Achchiq toshni qaynatib og'zingizda chayqasangiz, tish og'rig'idan qutular ekansiz. Tushunyapsizmi? Bozorlarda sotadi, arzon. Keyin achchiq toshni maydalab, turpoqqa o'xshatib ana shu yaralarni ustiga sepsangiz, bir kechada og'izga chiqqan oq yarachalardan ham qutulasiz ekan. Shunday kitobdan o'qib beraman, 4 xil dardga davo ekan. Zora birontasi sizga shifo bersa, inshaalloh. Marhamat, achchiq toshni foydasini ko'ring. Mana qaynatib og'iz chayqalsa, og'iz tish og'rig'i qoladi. Lekin tebratkiga ham davo ekan, olovda kuyganga ham davo ekan. Tushunyapsizmi? Yaralarda tuzalishi qiyin bo'lgan yaralarga surtasangiz ham foydasi bor ekan. Shunday qilaman, 2 marta bossangiz like bo'lib ketadi. 1 marta bosib pauza qilib shunday o'qib olasiz. Xudo xohlasa borku, achchiq toshdan ko'p foyda topasiz. Zora birontasi sizga foyda bersa, shunday duo qilib qo'ysangiz bo'ldi, menga baraka topinglar. G'ulomjondan foydali maslahat Tojikistondan. Yaqinda O'zbekistonga o'tamiz mehmonga, o'zbekistonlik do'stlar. Ko'rishamiz Xudo xohlasa Toshkent tarafga. Bitta tabib bor O'zbekistonda, Rustam tabib degan. 88lik kodi bilan 297 82 00. Nomer qo'ysam o'chirib tashyapti TikTok. 88lik kodi bilan O'zbekiston kodi 88lik kodi bilan 297 82 00. Xohlagan savollaringizga javob, xohlagan tabiiy dorilar bo'lsa zakaz qilishingiz mumkin. Tojikistondan, G'ulomjondan foydali maslahat. Tojikiston, Bapesh, vatanim, jonim mana.